Demak, 12-chi masala. Vaznsiz va ishqalanishsiz harakatlarni oladigan porsiyonlar x va y jismlari yordamida birinchi rasm, ikkinchi rasm va uchinchi rasmda ko'rsatilgandek muvozanatda turibdi deyapti. Bunga asosan uchinchi rasmda ko'rsatilgan porsiyonlar orasidagi vertikal masofa h1 necha h ga teng? Demak, h bu yerda birinchi rasmdagi h. Xo'p, juda ajoyib masala. Demak, porsiyonlar vaznsiz ekan. Xo'p, shundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, mana birinchi rasmdan foydalanib biz aytishimiz mumkinki, mana bir xil sathdagi barcha nuqtalarda bosim bir xil degan qoidadan foydalanib, xo'p, mana shu nuqtada x yukning og'irlik kuchi ta'sirida hosil bo'lgan P1 bosim mana shu nuqtada hosil bo'lgan gidrostatik bosimga teng bo'ladi. Demak, bu degani mxg taqsim s teng, demak rho j h ga. Bular qisqarib ketsa mx demak teng bo'ladi bizga rho s h ga. Xo'p, ikkinchi chizmadan ko'rishimiz mumkinki, demak bu yerda ham xo'p mx x yukning og'irlik kuchi ta'sirida hosil qilgan bosim a, xo'p y jismning hosil qilgan bosimga teng bo'ladi yana, chunki ikkalasi bir xil sathda turibdi. Yana P1 teng P2, bu P1 P2lar nima emas, bir-biriga bog'liq emas hech qanday. Xo'p, xullas mxg taqsim s teng bo'ladi myj taqsim 2s. Xo'p, bundan kelib chiqib aytishimiz mumkin myimiz demak 2mx ga teng ekan, bu ham teng 2 rho s h. Xo'p, uchinchi mana rasmda esa ko'rib turibmizki, demak bizda yana bosimlar tengligidan foydalanamiz. Ya'ni bu yerda ham bir xil sathdagi nuqtalardagi bosimlar teng degan qoidadan foydalanamiz. Shunga ko'ra P1 bu mx plus my j taqsim s teng, bu yerda rho j h1. Xo'p, jlar ketdi. Xo'p, o'rniga qo'yamiz. Demak, bizda qoladi 3 xo'p rho s h ikkalasini qo'shsak taqsim s teng rho kari h1. Rho s lar ketsa agar h1 teng 3h bo'lar ekan bizda. Demak, necha h ga teng deyapti? 3h. Kechirasizlar. Xo'p, 13-chi masala, massasi 2 kg, harorati -100 gradus Selsiy bo'lgan muz bo'lagiga deyapti. Qanday issiqlik miqdori berilganda u to'liq bug'lanib ketadi deyapti. Xo'p, bizda demak muzning solishtirma issiqligi, suvning solishtirma issiqligi, xo'p, hamda solishtirma erish issiqligi, solishtirma bug'lanish issiqligi berilgan. Demak, bu yerda jarayonlarni belgilab olamiz, bo'ladigan hodisalarni. Xo'p, demak, dastlab birinchi holatda bizda -100 gradus Selsiydagi muz berilgan. Demak, T1 -100 gradus Selsiyda muz. Xo'p, buni bizning maqsadimiz demak qancha issiqlik miqdori berib turib, uni to'liq bug'lanib ketishigacha, ya'ni to'liq bug'ga aylantirib yuborishimiz kerak. Oxirgi natija demak bug' bizda. Xo'p, bug'. Demak, bu uchun biz birinchi navbatda muzni xo'p erish haroratigacha isitishimiz kerak. Demak, erish harorati bilamiz. Bu 0 gradus Selsiy muz uchun. Xo'p, demak 0 gradus Selsiydagi muzga aylantirishimiz uchun biz buni nima qilamiz? Isitamiz. Isish hodisasi sodir bo'ladi va shu yerda bir issiqlik miqdori beramiz. Xo'p, shu jarayonda. Va 0 gradus Selsiydagi muzni endi eritishimiz kerak va bunda temperatura o'zgarmaydi.
T2'likcha qoladi. Endi 0 gradus Selsiy faqatgina muz suvga aylanadi. Xo'p, bunda erish hodisasi bo'ladi va bu yerda Q2 issiqlik miqdori berishimiz kerak. Har birini hozir yozib chiqamiz. Xo'p, va endi bug'ga aylantirishimiz kerak. Bu yerda endi suvni biz yana 0 gradus Selsiy suv hosil bo'ldi. Demak, to'liq bug'lantirib yuborishimiz uchun uni birinchi navbatda demak qaynash haroratigacha isitishimiz kerak. Demak, bu bo'ladi bizda xo'p, 3 deb olamiz mayli. Teng qaynash harorati mana 100 gradus Selsiy. Demak, 0 gradus Selsiydan 100 gradus Selsiygacha suvni isitamiz. Bu uchun Q3 issiqlik miqdori beramiz. Va 100 gradus Selsiyga yetgandan keyin, qaynash haroratiga yetgandan keyin suvni bug'lantirib yuborishimiz uchun ham yana qanchadir issiqlik miqdori berishimiz kerak. Ya'ni bug'lanish hodisasi bo'lishi uchun Q4 issiqlik miqdori beramiz. Jami mana shuncha issiqlik miqdori bizda kerak ekan umumiy hisobda. Demak, Q umumiy bizda teng bo'ladi. Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 teng. Q1 degani nima degani? Q1 degani demak muzning isishi. Muzning isishi bu C muz, xo'p, M. Xo'p, demak bu yerda massa o'zgarishi inobatga olinmaydi, demak. Shu uchun massalar o'zgarmaydi deb qaraymiz. Xo'p, Cm delta T. Demak, muzning massasi delta T. Delta T nimaga teng? Minus 100 gradus Selsiydan 0 gacha isiydi. Ya'ni 0 minus minus 100 plus Q2 erish uchun deyamda M issiqlik miqdori kerak. Xo'p, suvga aylandi. Endi bu 0 gradus Selsiydagi suvni isitish nechigacha? 100 gacha. Demak, C suv M xo'p 100 minus 0. Kechirasizlar. 100 minus 0. Xo'p, plus demak oxirgisi bug'lanish. Demak 100 gradus Selsiyda yetgan, ya'ni qaynash haroratiga yetgandan keyin suvni to'liq bug'lantirib yuborish uchun Rm yoki Lm issiqlik miqdori berish kerak. Mana shularni hammasini hisoblab chiqamiz. Xo'p, bu bo'ladi bizda demak M massani hammasidan chiqarib olsak ham bo'ladi. Osonroq bo'ladi ishimiz. Demak, M ko'paytirilgan. Xo'p, qoldi nima? Xo'p, 100 kara C muz. Demak, C muz 2100 bo'ladi bizga. Demak, 21 -4 qo'shamiz. Lambda M. M massa chiqdi. Lambda 330 kilojoule bu degani 33 -4 degani. Xo'p, plus yana C suv kara 100. Demak, plus C suv 4200 kara 100. Demak, bu ham 42 -4 qo'shamiz. Xo'p, R. Demak, solishtirma bug'lanish issiqligi. Bu ham demak 2,3 megajoule ekan. Bu endi buni ikkita nolni olsak, xo'p, 230 bo'ladi. 10 darajasi 4 teng. Xo'p, 10 darajasi 4 larni hammasini chiqardik va massani o'rniga 2 qo'yamiz. Demak, 2 10 darajasi 4 bor bizda hozir. Xo'p, qavsishini demak hisoblab chiqamiz. 42 gram 63 qo'shamiz 33 96. 96 bu demak 326 bo'lar ekan. Desam. Xo'p, shuni 2 baravari bo'ladi. Xo'p, 652 10 darajasi 4 joule ekan. Demak, bu kilojoulga yetkazsak bejoule bo'ladi. 14. Issiqlik mashinasi sovutgichga 80 joule issiqlik miqdori berdi. Agar mashina foyda ishlashining 80% bo'lsa, mashina isitgichdan qancha energiya olgan debdi. Ajoyib.
masala. Demak, issiqlik mashinasining foyda koeffitsiyenti Q1 minus Q2 taqsim Q1 kare 100%. Xo'p, foyda koeffitsiyenti 80%, demak 80. Xo'p, mashina isitgichdan qancha issiqlik energiyasi olgan debdi. Ya'ni Q1 ni so'rayapti bizdan. Q1 minus 80 taqsim Q1 kare 100. Bo'ladi bizda demak 0.8 Q1. Hop, Q1 minus 80. 80 0.2 ga teng. Demak, 5 ga ko'paytiramiz. Q1'imiz. Xo'p, 80 taqsim 0.2 ekan. Bizda 400 joule ekan. 15. Har bir plastinkasining yuzasi 1 metr kvadrat, oralaridagi masofa 1,5 mm bo'lgan yassi kondensator sig'imini aniqlang. Plastinkalar orasidagi muhitning direktrisen duchaligi 6 ga teng debdi. Demak, yassi kondensatorning elektr sig'imi, demak, epsilon 0 S taqsim D formulaga ko'ra topamiz. Demak, 6 va epsilon 0 8.85 darajasi minus 12. Xo'p, ko'paytiramiz buni ham. S yuza 1 metr kvadrat. Demak, D plastinkalar orasidagi masofa 1,5 mm. 1,5 minus 3. Demak, bu bilan ketsa 4 kere 885. Xo'p, demak 13.9. Bu taqriban adashmasam 35 13.9 farad bo'ladi. 16. Diametrlari 2 mm va 3 mm bo'lgan ikkita mis o'tkazgichdan bir xil tok o'tmoqda. Birinchi o'tkazgichdagi elektronlarning tarkibiy harakat tezligi ikkinchisidan necha marta katta debdi. Demak, o'tkazgichdan o'tayotgan tok kuchini topish formulasi bor bizda. Demak, I teng, demak, Y N V S degan formulamiz bor edi. Shundan foydalanamiz. Demak, diametrlari har xil bo'lgan, ya'ni S1 va S2 yuza bo'ladi va shularni tezliklari ham har xil bo'lar ekan. Lekin bir xil tok o'tyapti, deyapti. Xo'p, ikkita mis o'tkazishdan bir xil tok o'tmoqda. Demak, tok kuchlari bir xil. Diametrlari har xil. Tok kuchlarini tenglashtiramiz. Ya'ni o'zi teng degani bo'lganda, shunga ko'ra bizda V1 S1 teng V2 S2 ifoda hosil bo'ladi. Va shu yerda mana elektronning tarkibiy harakat tezligi ikkinchisinikidan necha marta katta, ya'ni birinchisini tezligi ikkinchisidan necha marta katta, V1 taqsim V2 ni so'rayapti. Demak, V1 taqsim V2 bizda S2 taqsim S1 bo'ladi va bu ko'ldanak kesim yuzasi doira shaklida desa agar PR kvadrat bo'ladi. Va PR2 kvadrat taqsim PR1 kvadrat. Demak, radiuslar nisbati bilamiz, diametrlar nisbatiga to'g'ri proporsional. Shuning uchun 3 taqsim 2 ning kvadrati deb qarasak bo'ladi. 9 taqsim demak 4. 2.25 ekan. 17. Uzunligi 20 metr va diametri 1,5 mm bo'lgan o'tkazgich qarshiligi 2,5 ga teng. Xuddi shu materialdan tayyorlangan uzunligi 35 metr va diametri 3 mm bo'lgan o'tkazgich qarshiligini aniqlang debdi. O'tkazgich qarshiligini hisoblash formulasi R1 teng ρ
Xo'p, L1 taqsim S1. Ikkinchi sim uchun ham o'sha materialda yasalgan deyapti mana. Xuddi shu materialdan yasalgan deyapti. Shuning uchun rho bir xil qoladi. L2 taqsim S2. Rho L taqsim S formada. Bo'ldi, shundan foydalanib, demak, ikkinchi qarshilikni hisoblab olamiz. Xo'p, R1 taqsim demak R2 teng bo'ladi bizda. L1 taqsim L2 ko'paytiramiz, S2 taqsim S1. Bu yerda endi yana yuzalar nisbatini biz diametrlarning kvadratlari nisbatiga tenglashtiramiz. Va bu yerda qarshilik o'rnining qiymatini hisoblab qo'yamiz. Demak, 2,5 taqsim R2 teng bo'ladi L1 taqsim L2. L1 20 taqsim L2 35. Xo'p, S2 taqsim S1 o'rniga diametrlar nisbatining kvadratini qo'yamiz. Demak, bu degani xo'p, 3 taqsim 1,5 ning kvadrati teng. Demak, 4 bo'ladi 80 taqsim 35. Shu yerdan demak R2 ni topsak, hop 35 buni qisqartirsak 16, hop 7 kere 2,5, hop 17,5 bo'ladi taqsim demak 16 ekan. Bu taqriban demak 1,1 ga teng desak bo'ladi. Har birining diametri 1 mm va uzunligi 1 metr bo'lgan, 1 metrdan bo'lgan mis va nixrom o'tkazgichlar ketma-ketlangan. Ulardan 2 amper tok o'tayotgan bo'lsa, ulardagi kuchlanish tushishlarini aniqlang debdi. Xo'p, misning solishtirma qarshiligi berilgan, nixromning demak solishtirma qarshiligi ham berilgan ekan. Demak, bizda mis va nixromdan xo'p, uzunligi 1 metrdan, uzunligi L teng 1 metrdan bo'lgan mis va nixrom simlar ketma-ketlangan deyapti va bulardan umumiy tok kuchi bir xil tok kuchi o'tadi 2 amper. Xo'p, va har biridagi bizda endi so'rayapti, har biridagi kuchlanishni topishimiz kerak. Xo'p, bo'ldi, demak har biridagi kuchlanish U1 teng I kara R1 bo'ladi. Xo'p, U2 teng I kara demak R2. Shunga ko'ra demak I degani, xo'p, I berilgan bo'lsa, R1 degani rho, xo'p, rho 1 L1 taqsim S1. Xo'p, bunisi ham demak I rho 2 xo'p L2 taqsim S2. Hisoblaymiz. 2 amper tok kuchi rho 1. Birinchisini mis deb olamiz. Mis deb berganmiz. Xo'p, misning solishtirma qarshiligi 1,7, 10 darajasi -8. Ko'paytiramiz demak. L1. Xo'p, uzunligi 1 metr taqsim S1. S1 degani ana endi bizda diametri xo'p S teng pi r kvadrat bo'ladi o'zi. Xo'p, buni diametri bilan yozsak pi demak d kvadrat taqsim 4. Demak d taqsim 2 ning kvadrati. Shuni demak bu yoqqa keltirib qo'yadigan bo'lsak, xo'p, taqsim demak pi s ni o'rniga ko'paytirilgan d kvadrat 4 ni yuqoriga chiqaramiz. D kvadrat 1 mm ni kvadrati 10 üstü minus 3 ni kvadrati 10 üstü minus 6. Xo'p, bu yerdan demak 8 8
4 ko'paytiramiz. Pga bo'lamiz. Taqriban bizda bo'ladi. 4 bilan taqriban 2 desak, 4 ga yaqinroq, 4 dan sal kattaroq bo'ladi. 4,33 bo'lar ekan. Ikkinchisi, hop, 2 amper tok, Rho2 nixromning qarshiligi 1,1 usti -6 L2,1, hop, bu ham pi, diametri bu ham diametri shunchaki -6 4. Demak, bu endi 8 karra, hop, 1,1 taqsim pi taqriban 2,8 bo'lar ekan volt. Endi bizdan so'rayotgan narsa ulardagi kuchlanish tushishlarini aniqlamayapti. Xo'p, bu yerda demak, bu yerda masala shartida ozgina anglashilmovchilik bor ekan. Xo'p, endi ozgina shartni o'zgartiramiz, o'zimizga moslab olamiz. Ulardagi demaymiz bu yerda. Buni o'rniga demak o'sha nixromdagi deb olsak bo'ladi. Nixromdagi demak kuchlanish tushishini aniqlaymiz. Demak, nixromdagi kuchlanish tushishi mana 2,8 volt ekan, D javob deb qabul qilaman. 19. Ikkita nuqtaviy zaryadning miqdori 2 martadan, ular orasidagi masofa ham 2 marta orttirilganda o'zaro ta'sir kuchi qanday o'zgaradi? Demak, ikkita nuqtaviy zaryad orasidagi ta'sir kuchi, Kulon kuchi K Q1 Q2 taqsim R kvadrat. Shu deyapti. Xo'p, har bir zaryad 2 martadan oshirilsa, K2 Q1 hop 2 Q2 taqsim orasidagi masofa ham 2 marta oshirilsa, demak 2R ning kvadrati bu 4R kvadrat bo'ladi. Xo'p, qanday o'zgaradi ta'sir kuchi deyapti? Mana qisqarib ketdi. Qoladi yana F1. Demak, o'zgarmas ekan. 20. 130 nanokulon zaryadni cheksizlikdan elektr maydonning qandaydir nuqtasiga ko'chirishda bajargan ish 65 mikrojoulga teng. Shu nuqtaning potensialini toping debdi. Demak, cheksizlikdan elektr maydonning qandaydir nuqtasiga ko'chirishda deganda, demak, cheksizlikda buning potensial energiyasi 0 ga teng bo'ladi. Cheksizlikda. Xo'p, maydonning qaysidir bir nuqtasida esa bu Q ko'paytirilgan fi ga teng bo'ladi potensial energiyasi. Demak, bajarilgan ish mana shu energiyalar farqiga teng. Demak, delta Vp. Xo'p, bu ham teng, demak Q karra fi ga. Mana shundan foydalanib biz potensialni topsak bo'ladi. Demak, fi teng bo'ladi A taqsim Q ga. Demak, 65 -6 taqsim 130 -9. 2 xo'p 3000 1000 taqsim 2500. Yigirma bir. Xo'p, ertang 5,5 amega bo'lsa, rasmga qarang. Xo'p, sxemaning umumiy qarshiligini toping debdi. Xo'p, soddalashtirib ketaveramiz joyida. Demak, bizda mana bu hammasini qarshiligi bir xil deyapti. Demak,
5,5 ketma-ket bilangan 11 bo'ladi umumiysi. Xo'p, 11. 11 bilan mana 5,5 parallel. Xo'p, 1 taqsim 11 qo'shamiz 1 taqsim 5,5. Xo'p, ikkita bu yoqqa, demak, bizda 3 taqsim 11. Demak, teskari aylantiramiz. 11 taqsim 3 ekan. Demak, ana bularning umumiysi 11 taqsim 3 bo'ldi. Xo'p, va bu 11 taqsim 3 bilan mana 5,5 ketma-ket, yana 5,5 degani 11 taqsim 2 degani. Xo'p, qo'shamiz. Qoladi, demak bizda 11 taqsim demak 2 qo'shamiz 11 taqsim 3 teng ketma-ket bo'lgani uchun. Bu bo'ladi bizda, demak 55 taqsim 6. Xo'p, 4-chi ishimiz, demak, mana bularning jamisi bizda hozir mana xo'p 55 taqsim 6 bo'lib qoldi mana. Va bu mana bu R qarshilikka parallel ulangan. Xo'p, bundan kelib chiqib, biz aytishimiz mumkin 1 taqsim 5,5 qo'shamiz 6 taqsim 55, demak o'nta bunga. Xo'p, unga 6 16 55 taqsim demak 16 taqsim 55. Xo'p, 55 taqsim 16 bo'ladi qarshiligi. Demak, mana bu qism bilan qo'shib olganda 55 taqsim 16 bo'ldi. Va bu bunga ketma-ket. 5-chi ishim 55 taqsim 16 qo'shamiz 5,5. 11 taqsim 2 yoki 55 taqsim. Xo'p, 10 desak ham bo'ladi. Yaxshi, 11 taqsim 2 deymiz. Demak, bunga 8 ta bo'ladi. 55 ga qo'shamiz, demak 88 ni taqsim 16. Xo'p, bu bo'ladi bizda 90 ga. Xo'p, 53 143 taqsim 16. Bu qism ham ketdi. Va bu bilan bu R parallel yana. Taqsim 11, taqsim 5,5 deb turmadik. 16 taqsim 143. Xo'p, bunga 30 Yaşaslar, bunda 13 tadan bo'ladi. 13 tadan 26 qo'shamiz 16 42. Demak, 42 taqsim 143. 143 taqsim 42. Xo'p, buni ham qo'shib oldik. Va bu bilan bu ketma-ket. 143 taqsim 42 qo'shamiz, demak 11 taqsim 2 5,5. Mana buni qo'shdik bunga. 21 bo'lsa agar 210 ga xo'p 21 231 bo'ladi. 143 qo'shamiz 231 taqsim demak 42. Xo'p, 4 7 3 demak 174 taqsim 42. Qisqartirsak bo'lar ekan. Demak 187 taqsim 21. Demak, buni ham qo'shib oldik umumiy hisobda va oxirgi ishimiz qoldi. Mana shu qiymat bilan R parallel. 8-chi ishimiz. Xo'p, 21 taqsim 187
Hop, qo'shamiz 1 taqsim demak 11. 2 taqsim 11 teng. Xo'p, bu ham demak 17 marta demak bunga beramiz. Shu 34 bo'ladi. 55. 55 taqsim 187. Teskari aylantiramiz. 187 taqsim 55. Bu teng bo'ladi. Hop, 3 65 bo'lsa 3,4 ekan. Yigirma ikki. G'altak 10 kHz chastotali o'zgaruvchan tok zanjiridan uzib 50 Hz chastotali tok zanjiriga ulanganda uning induktiv qarshiligi necha marta kamayadi debdi. Induktiv qarshiligi necha marta kamayadi? Demak, induktiv qarshilik XL omega ko'paytirilgan L hisoblanadi. Xo'p, bundan ko'rinib turibdiki, induktiv qarshilik 2 nu desak, chastotaga to'g'ri proporsional. Demak, 10 kHz dan x1 taqsim x2 deymiz teng nu 1 taqsim nu 2. 10 kHz dan demak 10 kHz dan 10.000 taqsim demak 50 bo'ladi 200. 200 marta demak kamayar ekan. 23. Magnit maydonda uzunligi 0.8 metr bo'lgan to'g'ri o'tkazgich orqali 2 amper tok o'tyapti. Induksiya chiziqlari tok yo'nalishiga perpendikulyar yo'nalgan. Agar magnit induksiyasi 0.3 teslaga teng bo'lsa, tokka magnit maydon tomonidan ta'sir qiluvchi kuchning kattaligini aniqlang debdi. Demak, magnit maydonda tokli o'tkazgichga ta'sir etuvchi kuch bu amper kuchi edi. Xo'p. Mana shunga ko'ra demak F amper teng B I L. Sinus alfasi ham bor. Bu yerda sinus alfa mana bu yerda aytyapti. Induksiya chiziqlari tok yo'nalishiga perpendikulyar yo'nalgan degani uchun demak sinus 90 gradusda demak 1 ga teng. Hisoblaymiz. Demak 0.3 ko'paytiramiz demak 2 amper ko'paytiramiz 0.8. Xo'p. Bu ikkalasi 0.8. 24. Transformatorning ikkilamchi cho'lg'amidagi o'ramlar soni 990 ta, kirishdagi kuchlanish 220, chiqishdagi kuchlanish 330 bo'lsa, birlamchi cho'lg'amdagi o'ramlar soni qanday debdi. Demak, transformatorda bilamiz, birlamchi va ikkilamchi cho'lg'amdagi kuchlanishlar nisbati demak o'ramlar soni nisbatiga teng. Shunga ko'ra demak bizda kirishdagi kuchlanish 220 taqsim 330 teng. Xo'p, ikkilamchi cho'lg'amdagi o'ramlar soni 990 ta deyapti. Xo'p, birlamchisidagi topishimiz kerak. Bu bilan bu ketsa 3 bo'ladi, bu qisqarmaydi. Demak, N1 teng bo'ladi 660 ga. 25. Tebranishlar konturidagi induktivlik 4 marta ortganda tebranish davri 2 marta ortishi uchun kontur sig'imini qanday o'zgartirish kerak? Demak, tebranishlar konturining tebranish davri 2pi ildizda LC. Thomson formulasi. Xo'p. Shunga ko'ra demak bizda induktivlik 4 marta oshdi, 4 marta oshdi, 4 marta oshdi. 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 4
Xo'p, davr 2 marta ortdi deyapti. Demak 2pi indizda 4L yo'lda C1 yo'lda C2 deb olamiz. Xo'p, nisbat oladigan bo'lsak, yoki mana bu yerdan 4 dan 2 chiqadi. 2 bilan 4 lar qisqarib ketsa agar, xullas, yana shu narsa qoladi. Demak, bizda shundan kelib chiqadi C2 teng C1. Demak, sig'imni o'zgartirmasak ham bo'lar ekan. 26. O'zgaruvchan tok zanjiriga induktiv g'alta, kondensator va rezistor ketma-ket ulangan. G'alta, kondensator, rezistor uchlaridagi kuchlanishlar mos ravishda 15, 12 va 4 volt deyapti. Zanjirdagi umumiy kuchlanish qanday? Demak, g'alta, kondensator va rezistor ketma-ket ulangan bo'lsa, xo'p, bizda umumiy kuchlanish teng bo'ladi UR kvadrat plus, demak, U L minus U C ning kvadrati. Shunga ko'ra, demak, UR degani bu rezistordagi kuchlanish 4 volt. 4 ning kvadrati yo'q 15 minus 12 ning kvadrati. Natija 5 volt demak. 27. Fokus masofasi 10 cm bo'lgan yig'uvchi linza o'zidan 15 cm masofada mavhum tasvir hosil qilinmoqda deyapti. Buyum bu tasvirdan qanday masofada joylashgan debdi. Demak, bizda fokus masofa berilgan ekan. 10 cm. Linza o'zidan 15 cm masofada mavhum tasvir hosil qilmoqda deyapti. Demak, bizda F tasvirdan linzagacha bo'lgan masofa mavjud 15. Va bizdan so'rayapti. Buyum linzadan qanday masofadan D plus F ni so'rayapti. Umuman olganda, demak, yig'uvchi linza shunaqa bir jarayon. Buyum misol uchun mana shu yerda turibdi. Fokus masofa berilgan bizda. Buning tasviri misol uchun mana bu yerda hosil bo'lyapti. Buyumdan linzagacha D, linzadan tasvirgacha F. Buyumdan tasvirgacha so'rayapti. Xo'p, yupqa linza formulasiga qo'yamiz. Yig'uvchi linza bo'lgani uchun 1 taqsim F teng 1 taqsim D plus 1 taqsim kichkina F. Xo'p, 1 taqsim 10 teng 1 taqsim demak D plus 1 taqsim 15. Demak, bizda buyumdan linzagacha bo'lgan masofa 30 cm chiqdi. Demak, bizdan so'rayotgan esa 30 plus demak 15. 45 cm. Kechirasizlar. Xo'p, ozgina demak tuzatish kiritamiz. Bu yerda mavhum tasvir hosil bo'lyapti degan joyga e'tibor bermay ketamiz. Xo'p, bo'ladi bizda endi o'zgarishlar. Demak, yupqa linza formulasi yig'uvchi linzada ham mavhum tasvir hosil bo'ladigan holat bor. Buni bilamiz. Qachonki buyum fokus masofa, fokus nuqta va linza orasida joylashsa, demak bizda yig'uvchi linza mavhum tasvir hosil qiladi. Aniqrog'i tasvir bu yoqda hosil bo'ladi. Xo'p, shunga ko'ra demak bizda bu yerda 1 taqsim D minus 1 taqsim F bo'ladi. Mana bu yerda minus bo'ladi va bu yoqda plus bo'ladi. Xo'p, natijada xo'p, 3 2 5 taqsim 30.
Demak, D bizda 6 santimetr chiqar ekan. Xo'p, endi yana bir narsa bu yerda albatta buni aytib o'tishimiz kerak. Endi mana bu yerda F nuqta bo'lsa, buyum mana bu masofada turibdi. Tasvir esa mana bu joyda hosil bo'ladi. Bizdan so'rayotgansa, demak, buyumdan tasvirgacha bo'lgan masofani so'rayapti. Ya'ni bu masofa bizda F minus D bo'ladi endi. Chunki bu yerdan bu yergacha F, ya'ni tasvirdan linzagacha, xo'p, buyumdan linzagacha D. Va oradagi masofa F minus D. Xullas, F minus D teng bo'ladi o'zimizda endi 15 minus 6 9 santimetr ekan. 28. Ahmad ko'zoynagini olib, kitobni ko'zidan 16 santimetr masofada tutib o'qiydi. Uning ko'zoynagining optik kuchi qanday bo'ladi debdi. Juda ajoyib masala. Demak, ko'zoynakning optik kuchini hisoblash formulasi bor bizda. 1 taqsim D0 minus 1 taqsim D. Xo'p, bu ham teng. D0 bu sog'lom ko'zning yaxshi ko'rish masofasi. D0 25 santimetr. Xo'p, 1 taqsim 0,25 minus 1 taqsim, demak 0,16 teng. Xo'p, 4 minus buni 100 taqsim 16 desak, 25 taqsim 4. 25 taqsim 4 6,25 minus 2,25 bo'lar ekan. 29. Garmonik tebranayotgan jism tezligi, qo'yib, mana shu qonunga bo'ysunsa, tezlanish amplitudasi qanday debdi. Demak, tezlanish, xo'p, tezlikdan vaqt bo'yicha olingan birinchi tartibli hosilaga teng. Xo'p, bundan hosila olamiz endi. Hosila oladigan bo'lsak, xo'p, 6 kosinus 3t dan, xo'p, vaqt bo'yicha hosila oladigan bo'lsak, bo'ladi bizda minus 6 chiqadi. Kosinus 3t dan hosila, xo'p, minus sinus bo'ladi. Minusni chiqardik уже. Xo'p, minus sinus, xo'p, 3 chiqadi. 3 sinus 3t. Yani minus 18 sinus 3t. Demek tezlanish amplitudasi A maksimal 18 ga teng ekan. Yoki undan tashqari, albatta ikkinchi usulni ham aytib o'tamiz. A maksimalni topishning o'zi formulasi bor. Demak, bu V maksimal ko'paytirilgan omegaga ham teng. Demak, tezlikni tenglamasdan mana V maksimal 6 ekanligini ko'ramiz. Xo'p, omegani o'rnida esa 3 kelyapti. 3,18 bo'ladi. 30. Rasmda radioaktiv nurlanishning magnit maydonida og'ishi tasvirlangan. Bunga ko'ra zarrachalar nomini aniqlang debdi. Xo'p, demak, mana bu x'lar bizda magnit induksiya, demak, yo'nalishlari, demak, bizdan tekislikka tomon yo'nalgan. Demak, mana shundan foydalanib, zarrachalarning maydonda harakatlanish trayektoriyalaridan foydalanib, ularning ishorasini aniqlashimiz mumkin. Hop, chap qo'l qoidasidan foydalanamiz. Chap qo'l qoidasidan foydalanadigan bo'lsak, demak, chap qo'limizni shunday joylashtiramizki, B kaftimizga tik kiradigan yo'nalishda bo'lsin. Mana chap qo'lning kafti shu. Va B kaftimizga tik kiruvchi yo'nalishda. Xo'p, mana bu 4 ta barmog'imiz chap qo'l bo'lgani uchun musbat zarrachalarning harakat tezliklari yo'nalishida bo'lsin deydi. Bo'lish kerak. Va endi bu yerda tezlik mana bu trayektoriya bo'ylab yo'nalmaydi o'zi aslida, mana shunday yo'nalishda ketadi. Xo'p,
va bu chap tomonga og'ishi uchun bunga qaysidir kuch ta'sir etadi. Albatta, magnit maydonda zaryadli zarrachalarga Lorentz kuchi ta'sir etadi. Mana shu 90 gradusga burilgan bosh barmog'imiz Lorentz kuchi yo'nalishini ko'rsatadi. Demak, chap qo'l qoidasi bizda musbat zaryadli zarrachalar uchun mos keladi. Shu uchun ikkinchi zarracha bizda musbat zaryadli zarracha hisoblanadi. Musbat zaryadli zarracha esa bu bizda xo'p proton zarrachasi bo'ladi. Demak, ikkinchi zarracha proton. Xo'p, birinchi zarracha hech qanday zaryadsiz zarracha hisoblanadi. Zaryadsiz zarracha esa bilamiz, bu neytron. Va uchinchi zarrachamiz albatta endi manfiy zarracha bo'lib qoladi. Bu esa elektron bo'ladi. Demak, 1 neytron, 2 ikkini yana bitta holati bor. Mana bu 3 ta proton ishlatilgani uchun proton deb ketdik. Proton yoki mana bu yerda alfa zarra ham demak musbat zarra hisoblanadi. Geliy 2 4 xo'p yadrosi. Demak, alfa zarra deb olsak ham bo'ladi. Demak, 1 neytron, 2 alfa zarra, 3 esa elektron D javob bo'ladi. 31 yorug'likning yassi ko'zguga bosimi 0.2 paskal deyapti. Qaytarish koeffitsient 0.6 bo'lgan ko'zgu sirtiga tushayotgan yorug'lik intensivligini toping debdi. Demak, yorug'lik oqimi sirtga normal tushadi. Xo'sh, demak, bu bizda Maxwell'ning elektromagnit nazariyasi mavjud. Xo'sh, mana shunga ko'ra, demak, yorug'lik bosimini yorug'lik intensivligi bilan bog'liq ifodasi mavjud edi. Shunga ko'ra, demak, P teng 1 plus K ko'paytirilgan I taqsim C ko'rinishida ifodalanadi. Xo'p, demak, bu yerda P yorug'lik bosimi, I yorug'lik intensivligi, C yorug'lik tezligi. Bu yerdan demak, yorug'lik intensivligini topib olsak agar, xo'p, P ko'paytirilgan C taqsim demak 1 plus K bo'ladi. K bu yerda demak qaytarish koeffitsiyenti. Xo'p, o'rniga qo'yadigan bo'lsak, demak bizda 0.2 xo'p 3 darajasi 8 taqsim demak 1.6. Xo'p, bu bilan ketsa 8 qolar ekan bizda. Demak, 3 taqsim 8 bizda 75 bo'ladi. 10 darajasi 7 megajolda so'rabdi. Demak, 37.5. Xo'p. 32 quyidagi yadro reaksiyasi hosil bo'lgan yadro reaksiyasida adashmasam hosil bo'lgan noma'lum X zarrachaning zaryadi qiymatini aniqlang debdi. Xo'p, zaryadini aniqlashimiz uchun demak bizda zaryad sonini bilishimiz kerak. Xo'p, X elementimizni ZA deb belgilab olsak agar, demak bizda xo'p reaksiyadan chap tomondagi va o'ng tomondagi zaryadlar yig'indisi teng bo'lishi kerak. Shunga ko'ra demak 4 plus 1 teng Z plus 2 ga demak Z teng 3 bo'lar ekan. Xo'p, Z degani bu protonlar soni albatta. Xo'p, va X zarrachaning zaryadi qiymatini aniqlang debdi. Endi bu 3 ta proton bor degani, unda shunga ko'ra demak bizda Q teng Z karra Y bo'ladi. Ya'ni 3 karra 1.6 -9. 4.8 -9. Xo'p, 33-35 masalalar. Demak, ideal gaz bir atomli ideal gaz ustida grafikda ko'rsatilgandek yopiq sikl bajarildi deyapti. Xo'p, 33-savol, gazni to'la sikl davomida bajargan ishini toping.
Demak, grafikda mana sikl ko'rib turibmiz. PV koordinatalar sistemasida berilgan. Shu uchun bajarilgan ish bizda mana shu siklning ichidagi yopiq mana shu qismni yuzasi bajarilgan ishga teng bo'ladi xullas. Demak, bizda A teng, xo'p, yuza bu ham teng bo'ladi bizda. Xo'p, 2 dan 6 gacha 4 delta P, bu yoq esa delta V minus 5 5. Demak, 20 joule bo'ladi. Kechirasiz, megapascal bu yog'i. Buni ham inobatga olaylik birdaniga. Demak, 4 minus 6 ko'paytiramiz 5 litr minus 3 bo'ladi bizda 20 kilojoule ekan. Xo'p, demak 33 ni javobi A. 34. Agar grafik issiqlik mashinasiga tegishli bo'lsa, isitgichdan olingan issiqlik miqdorini toping debdi. Juda ajoyib savol. Xo'sh, 34 da endi isitgichdan olingan issiqlik miqdorini hisoblashimiz uchun mana shu grafikda gazga berilgan issiqlik miqdorlarini hisoblashimiz kerak. Ya'ni qaysi jarayonlarda gaz issiqlik yutadi. Mana shu issiqlik miqdorlarini topib olishimiz kerak hisoblanadi. Xo'p, bunda demak 1-2 o'tishda e'tibor bersak, xo'p, o'zgarmas hajmda demak nima bo'lyapti? Bosim ortyapti. Demak, bunda xo'p, o'zgarmas hajm bu izoxorik jarayon bo'ladi va bunda bosim ortishi temperatura ortishi hisobiga bo'ladi albatta. Shuning hisobidan demak temperaturasi ortyaptimi? Demak, bu issiqlik olgan. Demak, 1-2 o'tishda issiqlik olgan. Demak, shu yerda Q1 issiqlik olgan deb hisoblab olamiz. Xo'p, va ikkinchi 2-3 o'tishda qaraymiz. 2-3 o'tishda izobarik jarayon bo'lyapti va bu yerda ham hajm ortyapti. Mana 5 dan 10 gacha ortyapti. Xo'p, bu jarayonda ham demak hajm nimani hisobiga ortadi? Temperatura ortishi hisobiga ortadi. Chunki umumlashgan gaz qonuniga ko'ra PV taqsim T, demak izobarik jarayonda esa V taqsim T, ya'ni hajm temperaturaga to'g'ri proporsional. Shunga ko'ra demak temperatura oshyapti. Demak, bu yerda ham issiqlik olgan hisoblanadi. Xo'p, demak bu yerda Q2 issiqlik olgan. Xo'p, endi 3-4 o'tishda qarasak agar 3-4 o'tishda demak hajm o'zgarmas, lekin bosim pasayyapti. Bosim yana shu temperaturaga bog'liq ravishda pasayadi, ya'ni temperatura tushgani uchun bosim tushadi. Demak, temperatura tushdi degani xo'p, gaz issiqlik ajratadi o'zidan, issiqlik yo'qotadi. Demak, bu qismni olmaymiz. Chunki bizga xo'p, isitgichdan olingan issiqlik miqdorini topishimiz kerak. Demak, gaz isitgichdan olgan issiqlik miqdori kerak. Demak, gazga berilgan issiqliklar Q1, Q2 hozircha 3-4 da gaz issiqlik ajratadi, yo'qotadi. 4-1 o'tishda esa xo'p, bu yerda ham hajm kamayyapti. Bosim o'zgarmas. Xo'p, bosim o'zgarmas holatda hajm kamaysa, demak temperatura kamayishi, pasayishi hisobida bo'ladi. Shu uchun demak bu yerda ham temperatura pasayyapti. Temperatura pasayishi natijasida bu issiqlik yo'qotadi. Shu uchun buni ham demak biz olmaymiz. Demak, xullas 3-4 va 4-1 da gaz issiqlik ajratadi o'zidan. Xo'p, 1-2 va 2-3 o'tishlarda esa gaz issiqlik oladi o'ziga. Qayerdan oladi? Isitgichdan oladi. Demak, mana shu isitgichdan olingan issiqlik miqdorlarini biz topishimiz kerak ekan. Bu yerda demak Q1, Q2 issiqlik miqdorlarini topib, ularni qo'shib olamiz. Umumiy jami olingan isitgichdan olingan issiqlik miqdori kelib chiqar ekan. Demak, Q umumiy teng Q1 plus Q2 ga. Xo'p, Q1 nimaga teng? Q1 bizga teng. Xo'p, o'zgarmas hajmda bosim
demak oshib boryapti. Xo'p, va izoxorik jarayon bo'ladi. Bu izoxorik jarayonda xo'p, izoxorik jarayonda gazga berilgan issiqlik faqat uning ichki energiyasini oshirishga ketadi deyilgan. Shuning uchun bu bir atomli gaz bo'lgani uchun bu bo'ladi 3/2. Xo'p, o'zgarmas hajmda V delta P ga teng bo'ladi. Xo'p, bo'ldi. Demak 3/2 bosim hajm demak 5 litr. Bosim o'zgarishi esa demak 2 dan 6 gacha o'zgaryapti. Ayiramiz 4. Xo'p, bo'ladi bizga 30, albatta birligi kilojoule. Xo'p, Q2 nimaga teng? Q2 xo'p, izobarik jarayonda demak mana berilgan issiqlik. Izobarik jarayonda demak berilgan issiqlik ham ichki energiya o'zgarishiga, ham ish bajarishga sarflanadi deyilgan. Shunga ko'ra demak bizda bo'ladi. Xo'p, bu 3/2 xo'p P delta V plus bajarilgan ish esa P delta V ni o'zi. Demak bo'ladi bizda 5/2 P delta V. Xo'p, 5/2 ko'paytiramiz. Bosim 6. Xo'p, hajm o'zgarishi (-5). Xo'p, bu 75 kilojoule ekan. Demak jami xo'p 30 plus 75 105 demak kilojoule issiqlik olgan isitgichdan. Demak gaz isitgichdan mana shu issiqlik olgan 105 kilojoule. Sechov. Xo'p, va 35-masala bu yerda agar grafik issiqlik mashinasiga tegishli bo'lsa deyapti. Xo'p, issiqlik mashinasining foydali ish koeffitsiyentini aniqlang deyapti. Demak, foydali ish koeffitsiyenti bilamiz. Mana xo'p,etta barobar bajarilgan ishni isitgichdan olingan issiqlik miqdoriga nisbatiga teng. Va xo'p, foizga ham ko'paytirib olamiz 100%. Shunga ko'ra mana bajarilgan ishni topdik o'zi 20 kilojoule. Isitgichdan olingan issiqlik miqdorini ham topdik 105 kilojoule. O'rniga qo'yamiz 20 taqsim 105 ko'paytiramiz demak 100% ga. Foizda so'ragan. Xo'p. Bu taqriban demak 19% bo'ladi. B javob.